Va nihoyat, internetda iPhone 18 Pro bilan S26 ning rasmlari tarqalishni boshladi o'rtoqlar. Hozir ikkalasiga ham birma-bir to'xtalib o'tamiz. Bu iPhone 18 Pro. Tashqi ko'rinishi faktiski deyarli 17 Pro bilan bir xil. Ko'rishingiz mumkin, birinchi rangi o'sha to'q qizil, ikkinchi rangi gold rangda, uchinchi rangi esa qanaqadir binafshaga yaqin, ko'pchilik siyoh rang deb aytayapti, lekin menimcha binafsha rangga yaqinroq qanaqadir neobishniy bo'lib chiqsa kerak. Bu esa S26 ni kamera bloki hozircha bizda bor. Ko'rishingiz mumkin, esingizda bo'lsa S26 bo'yicha ham video chiqargandik, ya'ni orqa kamera bloki xuddi A56 ning stiliga o'xshashroq bo'lishi mumkin degandim. Faktorlarimiz borgan sari aniqlashib boryapti. Endi vaqt ko'rsatadi qanchalik to'g'ri bo'lishiga. Ko'rishingiz mumkin, S26 bilan S25 da asosiy hozircha farqi kamera bloki o'zgarishi mumkin ekan. Texnik xarakteristikasi qanaqa bo'lar ekan deb qiziqayotgan bo'lsangiz, Instagramga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni eng birinchilardan bo'lib bahramand bo'lasiz.